Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Azimjon, Alisher Isayev jamoasida start loyihasida mentor vazifasida ishlayman. Bugun sizlar bilan xodimlarni qanaqa to'g'ri boshqarish va KPI mavzusini ko'rib chiqamiz. KPI mavzusi hozirgi tadbirkorlarni eng qiynab kelayotgan muammolaridan biri hisoblanadi. Ya'ni o'zi qanaqa qilib to'g'ri KPI qo'yish kerak. Ya'ni shunaqa holatlar bo'lgan, korxonada noto'g'ri KPI qo'yish oqibatida yaxshi xodimlar ham ishdan ketib qolgan holatlar ham bo'lgan. Endi bugun sizlar bilan qanaqa qilib to'g'ri KPI qo'yish kerak, o'zi KPI ni nimadan boshlash kerak degan mavzularini boshidan ko'rib chiqamiz. O'zi KPI nima degani? Bu ingliz tilida Key Performance Indicator, ya'ni asosiy ijro ko'rsatkichi degani. Ko'p tadbirkorlar o'ylaydi, men KPI qo'ysam bo'ldi, ya'ni xodimlar zo'r ishlab ketadi, kompaniyada savdolarim oshadi deb o'ylashadi. Afsuski unaqa emas. Shunaqa holatlar ko'rganmiz. KPI noto'g'ri ishlashi oqibatida korxonaga zarar yetgan holatlarini ham ko'rganmiz. Endi kelinglar boshidan ko'rishni boshlaymiz. Demak, birinchisi o'zi KPI nima degani? KPI bu Key Performance Indicator, ya'ni asosiy ijro ko'rsatkichi. Asosiy ijro ko'rsatkichi degani. Ya'ni biza KPI qo'yishdan oldin bizani korxonamiz o'zi nimaga tayyor bo'lish kerak? Qaysi etapga kelganimizda KPI qo'ysak bo'ladi? O'shani ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu korxonada raqamlar bo'lishi. Ya'ni biza KPI qo'yishdan oldin har bitta jarayonlarimizni raqamlashtirib chiqishimiz kerak. Misol uchun deylik, do'kon biznesini oladigan bo'lsak. Do'kon biznesi o'zi nimalardan iborat? Deylik, kunlik mehmonlar soni, keyin xaridorlar soni, o'rta chek va marja. Ya'ni biza do'kon biznesini oladigan bo'lsak, shu 4 ta ko'rsatkichdan iborat. Endi ko'pchilik biznes egalari bu jarayonlardagi raqamlarni ham bilishmaydi va oqibatda qanaqa qilib o'zi xodimga to'g'ri KPI qo'ysa bo'ladi yoki KPI qo'ysa bo'ladi degan savollar berishadi. Kelinglar bitta shu jarayonni ozgina chuqurlashib ko'ramiz. Deylik, bizani oziq-ovqat do'konimiz bor deylik. Bir kunda u do'konga deylik 100 ta odam tashrif buyuradi. Hop, endi ikkinchi etapimiz nima bo'ladi? Ya'ni xarid. Shu 100 ta kirgan odamdan nechtasi xarid qiladi? Deylik, 60 tasi xarid qiladi. Zo'r. Endi o'rtacha chekka o'lchaymiz. O'rtacha chek nech pul bo'lyapti? Deylik 100 ming so'm. Marjamiz qancha? O'rtacha do'konlarda marja bu 20% ga teng bo'ladi. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsa, demak kuniga biz 6 million so'm savdo qilar ekanmiz. Endi shuni qanaqa qilib oshirsam bo'ladi? Ya'ni shu 6 millionni qanaqa qilib 7 million, 8 million, 10 millionga olib chiqsam bo'ladi degan savollar berishadi. Endi biz har bitta jarayonda baribir xodimlar bor, xodimlarga to'g'ri KPI qo'yishni ko'rib chiqamiz. Deylik, mehmonlar soni. Mehmonlar sonini oshirishga kim javobgar? Deylik, bizada hali kelmagan, ya'ni bizani ijtimoiy tarmoqda reklama qiladigan marketing jamoamiz. Marketing jamoamizga KPI qo'yamiz. Deylik, bizaga kunlik odamlar sonini 100 tadan 120 taga olib chiq. Ya'ni aniq 20 ta oshishiga biz KPI qo'yishimiz mumkin. Endi xaridorlar soni. Biz mijozni eshigimizni tagiga olib kelib oldik. Endi keyingi etap nima bo'ladi? Bu xaridlar sonini oshirish. Bunga sotuvchilarga KPI qo'yamiz. Hozirgi paytda bizning konversiyamiz 60% tashkil qilayotgan ekan. Savol, endi buni biz qanchaga ko'tarmoqchimiz? 120 taga ko'tardik va bu mijozlarni do'konimizga olib kelib oldik. Endi uni konversiyasini 70% ga oshiramiz. Ya'ni 84 ta mijoz bizdan sotib olish kerak. Zo'r. Endi o'rtacha chek. O'rtacha chek bo'yicha ham ishlaymiz. Ya'ni biz o'rtacha chekimiz 100 ming edi, 120 ming so'm. Ya'ni 120 ming so'mga ko'tarishimiz kerak. O'rtacha chekni 120 mingga ko'tardik. Ya'ni qarabsizki, bizning savdoyimiz 10 million 80 ming so'mga oshdi. Ya'ni biz to'g'ri odamga to'g'ri KPI qo'yish orqali savdoyimizni oshirdik. Buning uchun bizga nima kerak bo'ldi? Raqamlar kerak bo'ldi. Bu demak, biz KPI qo'yishdan oldin biznesdagi har bir jarayonlarimizni raqamlashtirib chiqishimiz kerak. Ikkinchi qadam bu bo'ladi. Ayniqsa kichik tadbirkorlar, yo bo'lmasa boshlang'ich tadbirkorlar bo'lsa, o'zingiz 500% o'sish
suratiga ko'zingiz yetsa, xodimlarga KPI qo'ymagan ma'qul. Nega? Chunki boshlanishida siz qanaqadir 5%, 10% ga kelishasiz va u kichkina summa bo'ladi. Lekin do'konni savdosi, marketing va boshqa rasxodlar hisobiga savdoyingiz oshadi, xodimlarni bu yerda o'rni unaqa katta deb ko'rmaysiz va siz bergan va'dangizga, kelishuvga qarshi yurishingizga ham to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun KPI qachon qo'yiladi? Qachon savdolaringiz bir me'yorda ketadigan bo'lsa, ya'ni o'sish ko'rmayotgan paytingizda, o'sha etapga yetib kelganingizda KPI qo'yishga maslahat beramiz. Xo'p, 3-holatda bu xodim, ya'ni o'zi xodim ikkita ko'rsatkichga ko'ra yaxshi ishlamaydi. Birinchisi yaxshi ishlashni bilmaydi, ikkinchisi yaxshi ishlashni xohlamaydi. Deylik, yaxshi ishlashni bilmaydigan xodimga siz KPI qo'yasizmi, bonusni tizim qilasizmi, farqi yo'q. Chunki u ishlashni haqiqatda bilmaydi. Shuning uchun biza u xodimga avvalo qanaqa jarayonlarni qilish kerakligini, ya'ni qanaqa qilib savdosini o'stirishimiz mumkinligi haqida bilim berishimiz kerak. Ikkinchisi ishlashni xohlamaydigan xodim. Endi ishlashni xohlamayaptimi, bu xodimni korxonada ushlab o'tirishi o'zi noto'g'ri bo'lsa kerak deb bilamiz. Endi biz hozir mana KPI qo'yguncha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqdik. Endi bu yog'iga qanaqa qilib xodimlarga to'g'ri KPIlarni qo'ysak bo'ladi. Ha, meni biznesimda bu jarayonlardan o'tib bo'lganman. Endi qanaqa qilib xodimimga to'g'ri KPI qo'yaman degan mavzuga kiramiz. O'zi KPI nima degani? KPI bu rahbar, men xodimdan nima xohlayapman. Tasavvur qiling, men savdo menejeringizman va menga KPI qo'yib berishingiz kerak. Savol, mendan o'zi nima xohlayapsiz? Deylik yozamiz. Birinchisi xohlayotganimiz savdo. Zo'r. Demak, savdo men 100 so'm qilsam, shundan deylik 1% ni berishga tayyorsiz. Yaxshi. Men bu savdoni qarzga sotsam ham, naqdga sotsam hammi? Ya'ni har qanaqa savdoyimgami? Yo'q. Deylik, bunaqada qarzlar ko'payib ketadi. Kirim summasiga qo'yamiz. Yaxshi. Demak, men olib kirgan summamga, ya'ni kirim summasiga KPI qo'ymoqsiz. Yaxshi. Endi hop, kirim summasiga ham qo'ydik. Endi menga farqi yo'qmi? Har qanaqa mahsulotdan sotishimmi? Ya'ni tadbirkor, siz bilasiz, bir mahsulotdan deylik kamroq foyda qilishingiz mumkin, qaysidir mahsulotdan ko'proq foyda qilishingiz mumkin. Buni farqi yo'qmi? Yo'q, farqi bor. Ha, unda menga mahsulotlar ro'yxatini berasiz. Mahsulotlar ro'yxatini berasiz va shu mahsulotlardan sotsang, deylik 5% olasan. Boshqa mahsulotlarni sotsangiz 1% olasan. Chunki bilasiz, bu mahsulotni sotsangiz siz ko'proq foyda qilasiz. Boshqa mahsulotdan nisbatan kamroq foydangiz bor. Demak, men savdo agenti bo'lib ishlaydigan bo'lsam, sizning qo'lingizda. Demak, birinchisi menga kirim summaga va qanaqadir mahsulotlaringiz bor, siz ko'proq foyda qilasiz va o'sha mahsulotlarni sotilish summasiga va deylik yangi mijozlar jalb qilishimga siz KPI qo'yib berishingiz mumkin. Endi yana boshqa bitta xodim misolida ko'raylik. Misol uchun deylik, men importga javob beradigan xodimingizman. Mendan nima xohlayapsiz? Deylik, importga javob beradigan odam har doim ombordagi mahsulotlar tugab qolmasligini ta'minlab berish kerak. Yaxshi, demak, birinchi KPI bu omborda doim mahsulot bo'lishi. Zo'r. Yana nima bo'lishi mumkin? Tannarxni arzonlashtirish. Ya'ni men Xitoydan deylik tovar olib kelib sotadigan bo'lsam, tannarxni arzonlashtirish hisobiga siz yaxshi foydaga chiqishingiz mumkin. Va men buni ustida ishlashim uchun menga KPI qo'yib berishingiz mumkin. Ya'ni tannarxni arzonlashtirish. Ya'ni men buning uchun boshqa postavchilar, boshqa joylar, zavodlarga, ya'ni o'zimni ustimda ishlashni boshlayman. 100 so'm olayotgan narsamni qanaqa qilib 90 so'm yo'lmasa 08 so'm olishi yo'lini qidirib ko'raman. Hop, uchinchisi yana nima bo'lishi mumkin? Uchinchisi qarz. Ya'ni men ko'proq postavchilar bilan uzoq muddatga gaplashishim. Hozir 30 kunda ishlayotgan bo'lsak, допустим 40 kunga yo 50 kunga men haligi bizlar bilan ishlab turgan postavchilar bilan uzoq muddatli qanaqadir qarz, ya'ni men ulardan mol olaman, 40 kun, 45 kundan keyin yopib beraman degan kelishuvlarni amalga oshirishim uchun menga bu borada KPI qo'yib berishingiz mumkin.
Kelilikda xulosa qiladigan bo'lsak, insonlar rahbariyatni nimani o'lchasa, ya'ni tekshirsa, o'shani bajaradi. Rahbarni kutilmalarini emas. Va biza rahbar sifatida xodimlarimizga to'g'ri kutilmalarni raqamda, sonda yetkazishni o'rganishimiz kerak. Mana bugun xodimlarga qanaqa qilib to'g'ri KPI qo'yish mavzusida ozgina chuqurlashdik. Endi keyingi videolarda KPI turlari xodimlarga, ya'ni individual qo'yiladigan KPIlar bor, jamoaviy qo'yiladigan KPIlar bor. O'shalar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va kommentlarda qaysi xodimingizga KPI qo'yishga qiynalyapsizlar, izohlarda qoldiringlar.